Anvar Mo'shushi, ya'ni Anvar Sehrgar, Anvar Azod Elchin ayni vaqtlari men shu o'qiyotgan mezgillarimda yo'l o'tganda ham yana shu taratqularning ig'izida Abdullajon Avut Ayub deydigan naqshchi akamiz bilan pingdong holat turadigan, shu tang turadigan, ashtaq dangliq yo minchisi bor, ashtaq shan-sharaflarga erishgan bir odam bu. Nurg'unlar shu Anvarning yaqinda chiqib so'zlayotgan filmlariga, nurg'un ishlar qarish chiqqaniga, nurg'un tordagi aldamchiliklarni fosh qilayotganiga, nurg'un shirkatlar bilan dushmanlashayotganiga qarab, qildigan ishing yo'qmi sening? Aksho'ganki xotin kishi satılmasang olmamdi. Aksho'ganki ani qilsang olmamdi, mani qilsang olmamdi. Balki buni davda banja qilsizlar. Ikkinchi qinglar buni o'ylab, sen tordi faqat mush xatni tillash orqali yo'lga erishsizlar deb xato tushunishinglar mumkin. Men deb raya, balki buni Anvar degan odam o'zi bilmasligi mumkin. Men 2015-2016-yillari san'at maktabininki mush Viktoriya chekasida o'qiyotgan mezgillarimda har xil torbatlarda ishlaytimda, u vaqtlarda Vanxun degan narsa yo'q. Vanxun degan narsaning qat'iy e'tibori yo'q vaqtlar. U vaqtda fabuqiylar bo'lsa, ya yozuvchilarni chaqiradi, yoki donliq arboblarni chaqiradi, yoki mush Anvardek ishkir o'lkalarning programmalariga chiqib putuq qozongan salonlarda xabarlarga chiqqan odamlarni chaqiradi. Hozirgidek unda Vanxunlar degan hukm yo'q edi vaqtda. Axborot e'lon qilish chiqinib qolsa, cho'qim yozuvchilarni, shoirlarni, donliq shaxslarni, bilimli odamlarni chaqiradi. Men de torbatda muxbirlik qilardim. Nurg'un 10 fabuqiga barsam, 9ga cho'qim Anvar Azod Elchinni taklif qiladi. Cho'qim pati bola. Men 10 ga barsam cho'qim mush bola bati. U vaqtda uruq igiz vashi shay. Endi jiq qizlar kuyatdi buning ham naysda Vanxunti. Jiq ziyoratlarni qilib tutmaydi kichik piyildida. Masalan, boshqa naqshchilar deganning ziyoratimiz qabul qilmasa, mush bola ziyoratimizni qabul qiladi. Endi u vaqtda biz kichik turbatniki masalan, karvan sen deymiz, u vaqtda izchil sen deymiz, www.chikitkumla vaqt baq ulinishkom degan kumla vaqtlar degan. Bu bola dal shu vaqtda Urumchida Abdullajon Avut Ayub degandek mushtaqilqi yo'minchisi bor, shu vaqtdagi cho'lponlar bilan bir holat turadigan, sehrgar shahzodasi deb nom ep bo'lgan. Ayni vaqtda bir 8-9 yilning oldindan bu pulni tepib, nomni qazanib bo'lgan bir bola. Chunki men uni ziyorat qilib boqqanman guva. Shunga hozir men bilmaydigan odamlarga nisbatan endi bu bek do'yinga boshqalar masalan naqshini chiqib, naqshini damlab, mas'uliyatini damlab, o'zining o'tmishini damlab, hikoyasini damlab, mol dunyosini damlab chiqsa, bu bola hech qachon o'zining burunqi shon-sharaflarini damlab chiqib boqqan bola emas. Amaliyotda mushu chönzining ichidagi odamlar biladi. Bu ayni vaqtda qanchalik utuq qozongan, qanchalik xalqning qalbini urnagan, ham kichik bolalarni qanchalik yaxshi ko'rishga erishgan. Ham shundaqla shu vaqtlarda 2017-2018da bu do'yin degan narsa chiqmay, u qarxanchi ochilarim chiqmagan vaqtlarda mau bola allaqachon malan tepib, yuzini tepib, davr surib bo'lgan Urumchida. Bunga men guvoh. Men puxralik salohiyatini men guvoh. Shunga bu bola mayli to'g'ri qilsin, mayli xato qilsin, buni cho'qim o'zining yo'li bor deb o'ylayman. Ko'ngil qilib qo'yma, filmchilar qarab baqsam, aksho'gan ishini qilsam olmamdi, uni sökab baqdim deb, buni qasddan bir xuddi bir Lyulian uchun mushtaq qilyapti deb o'ylab qoldi ekansizlar. Bu bolaga menimcha Lyulian kam emas, chunki bu allaqachon Lyulian deb bo'lgan bola. Nice o'ynaydigan vaqtinglarda, nice o'ynab baqqanlar bilasizlar. Anvar Moshu Wangzi deb ajoyib xo'di vaqtda. Hammadan do'yin ko'may, xabarni televizordan ko'radigan, butun uchturni televizordan ko'radigan vaqtda, danshi ba vaqtda bu bola ajoyib xo'di. Bu Yipak yo'l sadasiniki doyanligini qilib baqqan, nurg'un programmalarning doyanligini qilib baqqan. Urumchidan haqiqatan davrlarni surib baqqan ayni vaqtda. Buni bildigan odamlar biladi. Shunga ba'zida tushunmasa qalamayotgan tilmayli. Mencha xato qilsin, to'g'ri qilsin, o'zi tutgan yo'li bor, o'zininki yo'li to'g'ri deb o'ylayman. Bu hargiz menimcha Lyulian uchun qimmatli Lyulian uchun qilgan bo'lsa bir 9 qo'yliq mahsul setib olib baqa bo'g'iydi. Bir 2 qo'yliq mahsul setib baqa bo'g'iydi. Hozirgacha mahsul sotganini ko'rmadik. Ayni vaqtda kimsa o'ylab, bu akamiz ayni vaqtda mush chash deganni qatirib mush tajribati bo'y degan egiz mush Anvar desam, madam tunaydi buni deb o'ylab qoldim. Yaxshi bola bu, yaxshi odam deb akamiz.